intim lazer xavfli nur chiqaradimi degan shu kabi savollarga, miflarga bugungi videoda javob bermoqchiman. Assalomu alaykum. Men 28 yillik stajga ega ginekologman, Dastan Valon Narzulayevna. Bugungi videoda ko'p savol tushadigan savollarga javob bermoqchiman. Chunki protsedura intim lazer bu protsedura juda keng tarqalgan hozir. O'shaning uchun xalq orasida har xil gaplar yuradi. Samarqandlik ayollar diqqatiga. Shu oyi, noyabr oyi 28, 29, 30 sanalarida bizlar klinikamiz, ginekologiya Toshkent klinikamiz jamoasi bilan Samarqandga, samarqandlik ayollarimizga yordam berish uchun, davolash uchun bormoqchimiz. Shunga zapis qilyapmiz. Hozir zapis qilish uchun narxlarni bilish uchun quyidagi pastdagi nomerga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Chunki qabulimiz zapis bilan bo'ladi. Qabulga yozilmaganlarni qabul qilmaymiz. Protsedurani o'tkazamiz kelganlarga faqat. 29-ga уже to'lyapti, уже zapisimiz, ro'yxatimiz, 30ga hali bo'sh. Shoshilinglar, qizlar, yozilinglar. Endi miflarga o'tsak, miflar yolg'on gaplar, ya'ni birinchisi mana shu lazer keyinchalik homiladorlikka ta'sir qiladimi, to'siq bo'ladimi degan savollar ko'p tushadi. Yo'q, bu lazer faqat silliq qavatga ishlaydi. Qinni silliq qavatiga ishlaydi. Matkaga kirmaydi. Matkaga hech qanaqa aloqasi yo'q. Faqat qinni mushaklariga ishlab, mushaklarga tonus beradi elastiklikni kuchaytiradi, chувствительностьni kuchaytiradi. No keyingi homiladorlikka, homila bo'lishga ham, tug'ruqga ham hech qanaqa ziyon keltirmaydi, hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi. Keyingi mifimiz bu bitta protsedura yetarlimi deb so'rashadi. Yo'q qizlar, bittada endi anaqa to'liq effekt bermaydi lazer. Odatda 3 ta, 4 ta, 5 ta protsedura qilinadi. Kurs arasi 20-25 kundan qilinadi, 1 oygacha. O'shanda effekti ancha vaqtga yetadi. Uzoq muddatda saqlanadi. Keyingi mifimiz lazer xavfli nur chiqaradimi degan mif. Bu nur emas, qizlar, unaqa radioaktiv nur emas, ziyon qilmaydi. Chunki bu lazer, bu protsedura Yevropalarda уже 20 yildan beri ishlatiladi. Hech qanaqa ziyoni yo'q organizmga. Bu faqat mesni, shu qinni shilliq pardasida ishlaydi. Ziyon bo'lganida tibbiyotdan olib tashlanadi, ruxsat berilmasdi. Keyingi mifimiz bu bu muolajadan so'ng uzoq vaqt davolanish kerakmi? Reabilitatsiya uzoq bo'ladimi deb so'rashadi. Reabilitatsiya uzoq bo'lmaydi. 3-4 kun faqat aloqa mumkin emas, og'ir ko'tarish mumkin emas, sauna, basseyn, vannalar olish mumkin emas bo'ladi. Tak hayotingiz o'zgarmaydi, o'tirish, yurish mumkin bo'ladi. Faqat 4-5 kun mumkin emas bo'ladi. Keyingisi mif bu natija vaqtinchalik bo'ladi deb ko'pchilik yozishadi. To'g'ri, buni natijasi vechni emas. Vechni narsani o'zi yo'q qizlar. Buni polniy kurs olgandan keyin, shu men kresloda ko'rib, nechta kurslarga buyursam, o'sha kursni polniy olganingizdan keyin 1-2 yilga effekti yetadi. Bu aniq, chunki men уже necha yildan beri shu protsedura bilan shug'ullanaman. O'shaning uchun men aniq aytaman, agar kurs polniy olinsa, o'shanda yaxshi ushlab beradi. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib yuboringlar. Hammasiga o'zim javob beraman. Samarqandda uchrashguncha qizlar.